Obunachilar, yangi bog'dan yangi 6 sotiklik uchastkamiz sotuvda. Ana shu uchastkamiz pishirishda qilingan, tomlar yopilgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Bitti. Mahallamiz yangi uchastkada qurib borilyapti, yangi mahalla. Mana balangina qilib taylangan ekan. Fundamentlari ham yaxshi taylangan, sisma poyislari bor. Birinchi xonamiz mehmonxona. Ayollarning xonasi qilib qo'yilgan. Mana uyda asosiy kirish yashash maydoni. Uyimizda asosiy kirayotgan joyimiz bitta xona, ikkinchi xona, takbir hol bo'lagan. Mana bu yerda xona, родительский yozib qo'ysa ham bo'lagan. Mana bu sanuzel. Gaz xonamiz. Oshxonamiz ham ikkita ekan, zimni bilan letniy qilib qo'yilgan ekan. Hammomimiz, hojatxonamiz, kladovkalarimiz, hovlimiz 12 sotiga joylashgan. 6 ta xonadan iborat. Narxini savdo qilib olsanglar bo'ladi. Egalab nomer talab etamiz. Uy-joy, mashina hisoblab olishadi. Shuning uchun kelishilgan narxga real oladigan real qilib beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.